Assalamu alaikum dostlar. Bugünkü bizlerle ötən dersimiz mavzusu masштаб. Aldı bilen masштабка eniqlim berip ötkideylik. Masштаб deganimiz xaritadagi o'lchamning haqiqiy o'lchamga nisbati. Bu masштабni biz asosan geografiya fanlari deb aytamiz. Xaritlarni ko'rgan vaqtda bizda xaritaning bulung'ida yoziq turdi. Bir bölüngen 100 ming, bir bölüngen 250 ming va shunga o'xshash boshqa nisbatlar yozilgan. Bu nimani bildirdi degan vaqtda xaritadagi 1 millimetrda haqiqatan rostilla yer yuzidagi 250 ming millimetr mas kilo deganni bildirdi. Masalan, Çilek bilan Almutning oralig'i 120 kilometr bo'lsa, uni xaritada masalan 12 millimetr qilib qo'yish mumkin. Shu chog'da bu yerdagi nisbat mundoq bo'ladi. Shu chog'da bu yerda xaritada bu 12 millimetr, haqiqiy o'lchami 120 kilometr ekan, rostla 120 kilometr. Shu chog'da masштаб deymiz. Masштаб deymiz bu xaritadagi o'lchamga haqiqiy o'lcham nisbati yoki buni bo'lish orqali yozishga bo'ladi. Shu chog'da bizda bu yerda 12 millimetr, haqiqiy o'lcham 120 kilometr. Endi oxirgi o'lcham biriklariga qaraylik. Bular uzunlikni o'lcham biriklari, biroq her ikki birlik birdek emas. Ikki birlikni birdek qilamiz. Onun için biz kilometrni millimetrga aylantirishimiz kerak. 12 millimetr öz pitchi qoldi. 1 kilometrda 1000 metr bor. Her bir metrda 100 santimetr bor. Demek 1 kilometr 100 ming santimetr bo'ldi. Yani 1 santimetr 10 millimetr bo'lsa, demek 1 kilometrda 1 milyon millimetr. 120 12 keyiniga 6 nolni tirkab yozaylik. Mana kilometrni nimga aylantirdik? Millimetrga. Yoki ismi to'lali 1 kilometr deganimiz bu 1 milyon millimetr. Bu yerda har ishkasini qisqartimiz. Birdan tegdi, bu yerga qancha bo'ldi? 10 milyon bo'ldi. 1 bo'lgan 10 milyon. Yoki buni qanday yozgan bo'ldi? 1 bo'lingan 10 milyon. Bunda yozg'ili bo'ldi. Demak, xaritadagi 1 millimetrga haqiqiy o'lchamdagi 10 milyon millimetr durust keldi degan so'z. Bu birinchi xaritadagi, bu haqiqiy o'lcham. Kelesi bunday bir misol qarashib turaylik. Ikki yezning oraliq 10 kilometr. Haqiqiy o'lchami bu rostilla. Agar masштаб 1 bo'lingan 2,5 milyon bo'lsa, 2 milyon 500 ming bo'lsa, u yezlarning oralig'i xaritada, kartada deylik, qanchalik uzoqda bo'ladi deydi. Yeshish. Endi bu bizda xaritaning 1 millimetrsida haqiqiy o'lcham qancha bo'ldiki? 2,5 milyon bo'ldi. 2,5 milyon millimetr. Bu millimetr bo'lsa, bu yoqmi millimetr bo'ldi. Har ikki nisbatga berilgan sonlarning o'lcham bir xil degan so'z. Bu millimetr bo'lsa, bu millimetr, agar bu santimetr bo'lsa, bu yoqmi santimetr bo'ldi. Endi qaraylik. Bizga keyingi berilgan o'lcham bu millimetrga berilgan yoki santimetrga berilgan. Endi biz buni millimetr deb qarash tutsak, buni nimga aylantiramiz? Kilometrga aylantirishik. Kilometrga aylantirish uchun buni biz nima qilamiz? 1 millionga millimetrni 1 millionga bo'lamiz. Shu chog'da bizda bu 2,5 nima bo'ldi? Kilometr bo'ldi. Shu chog'da biz nima qildik? 2,5 milyon millimetr deganimiz bu 2,5 kilometr deganni bildirdi.
Bu 1 milyon ивитайлық. Şu çağda bize 2,5 milyonumuz bu 2,5 kilometre oldu. Endi demek bizning xaritadagi 1 millimetrda 2,15 kilometre bo'ldi. Endi bizning haqiqiy o'lchimimiz qancha? Bu bizning xaritada HDB bu haqiqiy real 10 kilometr. Endi xaritada x millimetr deb qo'ydik. X tip uchun bu yerda 10 jiqaroq. Endi bu yerga o'lma. Agar 2,5 kilometr 1 millimetr bo'lsa, 10 kilometr 1 millimetrdan jiq chiqadi, oz chiqadi, albatta jiq chiqadi. Yo'nalishi ishkelsi 1 ga qaraganda bu to'g'ri proporsiya. To'g'ri proporsiyada ayqash ko'paytimiz. 10 ni 1 ko'paytimiz. Bölümümüz 2,15 ga. Teng 10 ni 1 ko'paytsak 10, 2,15 ga 4. Demek javobi bu xaritadagi o'lchami 4 millimetr. Xaritada deb qo'ydik. Kelesi misal, bu yerda aksincha berilibdi, masshtab berilgan. Masshtab 1 bölüngen 2 milyon bo'lgan xaritadagi o'lcham 6 millimetr bo'lsa, haqiqiy o'lchami qancha? Demek masshtab berilgan ham xaritadagi o'lcham berilgan. Xaritada 6 millimetrga. Rast o'lchami, haqiqiy o'lchami qancha bo'ldi deydi. Eshish. Bu yerga 2 milyonni biz 2 milyon millimetr deb alaylik. Bunu biz santimetr, kilometr aylandırib olaylik. Kilometr aylaganda biz bunu 1 milyonga bölüytimiz. 2 milyon 1 milyon bölütsek bu 2 bo'ldi, 2 kilometr. Demek xaritadagi 1 millimetrga haqiqiy 2 kilometr mos keldi, loyiq keldi. Endi bizim bu 6 millimetr qayda bu? Xaritadami, haqiqiy o'lchami? Bu albatta xaritadagi. Uni xarita deb qo'y, bu haqiqiy deb qo'ydik. 6 millimetr xarita bo'lgandan keyin 1 millimetr aslı 6 millimetr deb yozma. Bu yoqqa x kilometr. Bu yerda 1 6 jiqaroq. To'yis kechirsa 6 1 jiqaroq. Endi bu yerga kelganda o'limiz 2 kilometr 1 millimetr bo'lsa, yoki 1 millimetr 2 kilometr bor bo'lsa, 6 millimetrda bu 2 kilometrdan jiq chiqamdi yo oz chiqamdi? Albatta jiq chiqadi yoki o'shiq chiqadi desak bo'ldi. X tip uchun bu to'g'ri proporsiya bo'lgandan 6 ni ko'paytib 1 bölüytimiz 12 kilometr. X ni qismi yozilgan, kilometr bo'lsa kilometr bo'ldi. Oldingi hisobda biz x ni qismi millimetr bo'lgan, shuning javob millimetr hisobladik. Kelesi misolimiz bizning birinchi misolga o'xshashla. Xaritadagi 5 cm haqiqiy o'lchami 250 kilometr bo'lsa, masshtab topiladi. Masshtabdan mumkinligimiz bilamiz ya. Masshtab deganimiz bu xaritadagi o'lchamning haqiqiy o'lchamiga nisbati yoki buni bo'lish orqali yozilgan bo'ldi. Birdagi yozgan vaqtda har ikkisining o'lcham birliklari bir xil bo'lishi kerak. Demak, xaritadagi o'lcham 5 cm. Haqiqiy o'lchami 250 kilometr. Yani biz bayqab o'tsak 7 cm, bu yerde kilometr birliklar bir xil bo'lishi kerak. Endi biz demak kilometr santimetr alınırmız. 5 santimetr. 1 kilometrda 100 ming santimetr bor. Demak 250 ni keyiniga 5 tal 0 ni yozamiz. Mana yozdik. Endi biz bu yerda bu 25 ni, bunu 5 bilan 25 ni qisqartirsak bo'ldi. 1 dan 5 ni tegdi. Demak 1 5 bilan 6 tal 0 ni yozamiz. Yoki masshtabimiz qancha bo'lib ketdi? 1 bo'lingan 5 milyon bo'lib ketdi. Mana shunga javobi 1 bo'lingan 5 milyon masshtab. Kelesi bizim misolimiz 1 bo'lingan 6 masshtab bilan berilgan detalning qog'oz betining uzunligi 2,4 mm. Demek qanaqdir bir detal nima qilib 6 dassa kichiklitildi, durustmi? 1 bo'lingan 6 degan so'z demak 6 dassa kichiklitildi degan so'z. Uni qog'oz betiga solibdiki, qog'oz betining uzunligi 2,4 mm. Endi mushu suratni endi masshtab 1 dalda emas 1/4 qilib chizgan bo'lsak, deydi, uzunligi qancha bo'ladi deydi. Bu yerda 2 turlik masshtabi, agar 1/6 degan masshtabda chizgan bo'lsak 2,4 mm bo'ladi. Endi 1/4 bilan chizgan bo'lsak 1 bo'lingan 4. O'qtada qancha bo'ladi deydi. Eshib ko'raylik.
yeshish. Bu yerda 2,4 millimetr. Bu qandaq masштабlar elindi? 1/6. Buni biz 6dan 1 deb yozgan bo'ldiribmi? Bölüşni kesar yozgan bo'ldi. Kelasi bizda 1/4. Uni 4dan 1 deb yozaylik. O'chayotgan nima deb yozmaylik? X millimetr deb qo'yaylik. Endi her ikki kesrini selishtirgan bo'ldi. 4dan 1 6dan 1 deb qaraganda qaraq. Yoki cho'ng. Endi demak albatta bu yaxmoni bo'ldi, cho'ng bo'ldi. X dan 2,4 ni ko'paytimiz 4dan 1 ga bölümüz 6dan 1 ga. 2,4 ile 4dan 1 qisqaraydi. B qancha deydi? 0,6 deydi. Məxrəcdə 6dan 1 tan 0,6 köpəytilən əksi san köpəytimiz 6 7 qancha bo'ldi? 3,6. Demek cevabı 1,4 degan masштабda sığan bolsa 3,6 millimetr bo'ladi degan so'z. Bu masштаб degan narsa bölgücü qancha cho'ng bo'lsa, demek masштаб shunchalik kichiklashadi. Agar bölgücü qancha az bo'lsa, bu masштабdagi o'lchamlar shunchalik aksincha ko'payadi. Mana narsaga e'tibor berish kerak. Kelasi misol, bunda da xaritadagi 2,5 cm ga yer betidagi haqiqiy o'lchami, rast o'lchami 80 km muvofiq keladi. Demak, xaritada 2,5 cm deyilimiz bu rast haqiqiy o'lcham 80 km ga. Agar ikki xaritada deydi, xaritada ikki shaharning oralig'i 12 cm bo'lsa, yer betidagi haqiqiy o'lchami, rast o'lchami qancha kilometr edi? Buni masштаб orqali chiqarsak ham bo'ldi. Yoki proporsiyani foydalanib chiqarsak ham bo'ldi. Qarang, xarita deb qo'yib, yoki haqiqiy o'lcham. Xaritadagi 2,5 cm ga haqiqiy o'lcham qancha keldi? 80 km muvofiq mos keldi. Kelasi xaritada 12 cm. Beyin bo'ldi x kilometr yozgan bo'ldi. Bu yerda 12,5 qaraq. Yani sol qo'limiz 2,5 cm bu 80 ga loyiq kelsa, 12 cm 80 da jiqsan loyiq kelimdi, 80 da az san loyiq kelimdi. Albatta 80 dan ko'p san loyiq keldi. X tip uchun 12 ni ko'paytimiz 80 ga bölümümüz 2,5 ga. Bu yerda 12 ni 80 ko'paytib etsak bo'ldi 900. 960 keçsizlar. Bölümümüz 2,5 ga. Endi 2,5 bölüp etsek, şu çağda biz 364 x'in qishitilgan birlik kilometr degan javobni olamiz. Mushtam bilan bugungi bizning darsimiz oyoqlashdi. Barlig'ini diqqatingizga ko'pni-ko'p rahmat.